Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Abu onlayn kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan bugungi videoda telefonda qanday qilib preview tayinlashni o'rganamiz. Bizga ikkita dastur kerak bo'ladi. Birinchisi Face Touch va ikkinchisi Pixel Lab. Qani birinchi bo'lib Pixel Labga kirib tekst tayyor qilib olamiz. Agar birinchi oldingi videolarni ko'rsalaring, Pixel Labda qanday qilib tekst tayyorlashni ham qo'yganman. Birinchi bo'lib o'zimizga tekst yaratib olamiz. Xo'sh, Minecraft o'zlaringni nima gaplar ekanlar? Ishlar bo'layaptimi? Ajoyib. Xo'sh, agar bu Pixel Lab'ni bilmasalaring, undan oldin videoni ko'rsalaring, Pixel Lab'da qanday narsalar yaratish va dasturlar qilish, arqon fonlarni yo'qotish, hamma video shu yerda bor. Mana biz tekstni yaratib oldik hozirchalik. Endi bunga rang berib va colorga kirib rang berib chiqamiz. Unchalik hammasiga rang berish shart emas. Shrift tanlaymiz endi. Shriftga Amora shrift yozishyapti hozirgi kunlarda menga. Ko'p shriftlar bor bu yerda, tanlab olasizlar. Ajoyib. No'sha Minecraft. Ajoyib. Xo'sh, baqib o'tamiz bu Distoni mashina qo'ya olamiz. Ajoyib uy. Endi bunga storka ichcha shadoflar berib chiqamiz. Chiroyliroq bo'ladi-da. Uyga ham Inter shadofga ham beramiz. Bitta o'zlaring qizil, sariq, mana qolsalangan bo'laveradi, farqi yo'q. Uyga beribmiz. Endi bu ikkiga kirib, menga shular yetarli-da, unchalik qo'ymayman. Arqa fonni yo'qotib olasizlar. Mana ikkita turibdi. Oldingi videolar Save Imagat galereya. Bu galereyaga tushadi o'zidan o'zi. Keyin Face Touch dasturiga kirib olasizlar. Sizlarda ham mashinaga kirganlardan keyin mashinaga oyna ochiladi-da. Mana ikkida hozir kelib 1 minut. Xo'sh, men qaytdim mana. Shunday ekran ochilishi kerak desalarda ham. Mana ikkida galereyani rasmi turibdi, shuni bosasizlar. Bu yerdan arqa fon olib olasizlar. O'zlaringizga kerak. Xo'sh, bizga kerak arqa fonlardan. Xo'sh. Mana shu fonni olib turib, bir o'zlaringiz kattalashtirib olasizlar. Kattalashtirgandan keyin mana bu yerda tepada effekt berib olasizlar-da, effekt. Mana tepada ikkita turadi. Xo'sh, sal xira qilib olasizlar, chunki previewlaring yaxshi chiqmaydi-da. Agar xira qilmasalar ham bo'laveradi, preview yaxshi chiqmaydi. Endi tepaga kirib, ikki rasm tashab olasizlar. Eser Xo'sh, endi Pixel Lab tayyorlab olgan, yozgan tekstni tashab olasizlar. Xo'sh. Mana bizning tekstimiz. Endi buni qilib oldinglar, qanday qilib saqlanib qilishni o'rgataman. Xo'sh, birinchi bo'lib mana bu yerda nazarda bossalang, save chiqadi. Bu yerdan ponni chiqib ketasizlar, mana bu yerda tepada. Mana shuni bosib turib, save galereya. Bitta shu preview yasalganlarni bosib, bitta bosasizlar va okta bossalang, galereyaga o'zidan o'zi tushadi. Xo'sh, bu yerdan chiqamiz endi. Akalar, bugungi video shundan iborat edi. Agar yana qanaqa videolar, gaming haqida videolar bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar, o'sha videolarni ham qilamiz. Sog' bo'lasizlar akalar.